Ayol baxtigulini fitilli sug'orishga qanday to'g'ri o'tkazish kerak? Keling, birga qilamiz. Birinchi o'rinda o'simlikni tuvidan ehtiyotkorlik bilan chiqarib olamiz. Ildizlari juda sog'lom va oppoq ekan. Fitilli sug'orishga o'tkazishda eski tuproqni iloji boricha to'liq olib tashlash kerak. Shuning uchun ildizlarni juda ehtiyotkorlik bilan tozaladim. Qolgan tuproqni oson ajratish uchun ildizlarini biostimulyator qo'shilgan iliq suvda 20 daqiqa qoldirdim. Shu vaqtda yangi grunt tayyorladim. 50% kokos torf, 50% perlit va ozgina yog'och ko'mir. Keyin fitilni tuviga joylashtirib, ozgina tagiga grunt soldim. Mana shu joyga alohida e'tibor bering. Tuvi ildizlarni quchoqlab turishi kerak. Juda katta tuvi tanlasangiz, ildizlar buncha suvni icha olmaydi. Tuproq zichlashadi, havo aylanmaydi va ildizlar chirishi mumkin. Atrofini tuproq bilan to'ldirdim va bo'sh joy qolmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan tayoqcha yordamida tuproqni ildizlar orasiga tushirib chiqdim. Ko'chirib bo'lgach, darhol birinchi sug'orishni qildim. Suvga ozgina biostimulyator ham qo'shdim. Keyin esa namlik yuqori bo'lgan joyga qo'ydim. Bu ko'chirishdan keyingi stressni kamaytirishga yordam beradi. Endi esa kuzatamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va do'stingizga yuborishni unutmang.